Assalomu alaykum. Bugungi audio matnimiz Alisher Navoiyning mashhur Farhod va Shirin dostoni haqida. Alisher Navoiy buyuk shoir va mutafakkir, davlat arbobi. To'liq ismi Nizomiddin Mir Alisher. Navoiy taxallusi ostida Chig'atoy hamda Forsiy tillarda ijod qilgan. G'arbda Chig'atoy adabiyoti hisoblanmish, o'zbek adabiyotining eng yirik namoyandasidir. Alisher Navoiy 10-12 yoshidan she'rlar yozishni boshlaydi. Shu tariqa Navoiy butun umrini ijod qilishga bag'ishlaydi. Xamsa turkumidan bo'lmish Farhod va Shirin dostoni esa 1484-yilda yozilgan. O'zbek she'riyatining porloq quyoshi bo'lmish Navoiy 1501-yil 3-yanvar kuni bu yorug' olamni tark etdi. Dostonda Farhod podshoh o'g'li bo'lsa-da, oddiy hayot tarzini afzal ko'radigan, ilmga chanqoq, hunar o'rganishga qiziqqan yigit sifatida tasvirlanadi. U yoshligidan aqlli, jasur va mehribon bo'lib ulg'ayadi. Farhod nafaqat kuchli, balki odobli va halol inson edi. Kunlarning birida u Shirin haqida eshitadi. Shirinning go'zalligi, oqilaligi va latofati haqida gap so'zlar Farhodning qalbida qiziqish uyg'otadi. U Shirin siymosini ko'rgach, qalbida chin muhabbat paydo bo'ladi. Bu muhabbat shunchaki havas emas, balki pok va samimiy tuyg'u edi. Shirin ham Farhodning mardligi va sof qalbini sezadi. U Farhodni hurmat qiladi, ammo taqdir ularning yo'liga sinovlar qo'yadi. Eron shohi Xusrav ham Shiringa oshiq bo'ladi. Xusrav hasadgo'y va makkor edi. U Farhodning chin muhabbatini ko'rib, undan qutulishni rejalashtiradi. Farhod qo'liga bolta olib, yolg'iz o'zi tog'ni tesha boshladi. U issiq sovuqqa, charchoqqa qaramay tinimsiz mehnat qildi. Uning har bir zarbasi sabr va sadoqat ramzi edi. Oxir oqibat u tog'ni teshib, suv chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Bu nafaqat uning jismoniy kuchini, balki mustahkam irodasini ham namoyon etadi. Farhodni qahramon deb biladi, ammo Xusrav bundan ham norozi bo'ladi. U yana hiyla ishlatadi. Farhodga Shirin vafot etgani haqida yolg'on xabar yuboradi. Bu og'ir xabar Farhodning qalbini parchalab yuboradi. Chin muhabbatidan ayrildim deb o'ylab, chuqur iztirobga tushadi. Shunday qilib Farhod fojiali ravishda halok bo'ladi. Haqiqatni bilgan Shirin ham og'ir qayg'uga botadi. U Farhodning sadoqatini, pok muhabbatini qadrlaydi va uzluksiz yashashni istamaydi. Doston voqealari orqali Navoiy insoniy fazilatlarni, sadoqat, matonat, halollik va fidoyilikni ulug'laydi.